Aleksey Smirnov o'zbek tomoshabinlariga ishbilarmon kishilar, operatsiyasi kabi filmlar orqali yaxshi tanish. Uning filmlarda aytgan mashhur iboralari tomoshabinlar yodida qolgan. Beo'xshov xatti-harakatlari esa millionlab muxlislarga xush kayfiyat, tabassum ulashgan. Aktyor Aleksey Smirnov 1920-yilda Rossiyaning Yaroslav viloyati Danilov shahrida dunyoga kelgan. U kichkinaligidan aktyor bo'lishni orzu qilgan. 30-yillarda orzusi ushalib, Leningrad musiqali komediya teatri qoshidagi studiyaga qabul qilingan. Uni tamomlagach, 1940-yildan estrada aktyori sifatida faoliyat yuritgan. O'sha paytlarda Aleksey qo'shni qiz Lidiya Maslovani yoqtirardi. 1941-yil arafasida Aleksey Lidiyaning qo'lini so'radi va mart oyida 2 yosh nikohdan o'tish uchun ariza berishdi. Shu vaqtda kutilmaganda urush boshlandi va aktyor birinchilardan bo'lib frontga yuborildi. Urushga ketgan aktyor dastlab kimyo muhandisi, so'ng 169-vзвод komandiri bo'ldi. Urush yillarida ko'rsatgan qahramonliklari sabab bir necha marta mukofotlandi. E'tiborlisi, urush paytida u badiiy havaskorlik guruhiga ham rahbarlik qildi va front bo'ylab o'nlab konsertlar uyushtirdi. Aleksey Smirnovga urushni Berlinda yakunlashning imkoni bo'lmadi. Qahshatqich janglardan birida dushman o'qi aktyorni og'ir jarohatladi va gospitalga yotqizildi. U yerda esa urushga yaroqsiz deb topildi. Smirnov qattiq iztirobga tushdi. Chunki og'ir jarohat tufayli u endi bir umr farzandli bo'la olmas, bepusht edi. Urushdan qaytgach Aleksey sevgilisi Lidiyaning hayotini barbod va qizni baxtsiz qilishni xohlamadi. Shu bois Lidiyaga urushdan qaytganini xabar ham qilmadi. Oradan 2 yil o'tdi. Lidiya boshqa yigitga turmushga chiqdi. Faqat ancha yillar o'tib, Lidiya Ivanovna Aleksey bilan bog'liq haqiqatdan voqif bo'ldi. 1946-yil aktyor Leningrad musiqali komediya teatriga qaytdi va ushbu teatrda uzoq yillar faoliyat yuritdi. Aleksey Smirnov keksa onasi bilan yolg'izlikda hayot kechirdi. 50-yillarda aktyor bola asrab olishga qaror qildi. U nogiron bolalar uyiga boradigan, yog'ochdan yasagan o'yinchoqlarini ularga hadya etadigan bo'ldi. O'sha yerdagi Vanya ismli bola aktyorning e'tiborini tortdi. Uni asrab olish jarayoni 7 yilga cho'zildi. 60-yillarda nihoyat ruxsat tegdi. Biroq bu vaqtda aktyorning boshiga kulfat tushgan. Onasi hayotdan ko'z yumgan edi. Aleksey ichkilikka berildi. Soch soqoli o'sgan holda qo'lida bir dasta hujjat bilan internat uyga kelganida uni ichkariga kiritishmadi. Shu voqea sabab aktyor Vanyani farzandlikka ola olmadi. 60-yildan so'ng Aleksey Smirnovni yulduzli onlari boshlandi. Aktyor birin-ketin ishbilarmon kishilar, operatsiyasi yoki Shurikning boshqa sargudoshlari, 7 qariya va bir qiz, urushga faqat qariyalar boradi kabi o'nlab filmlarda suratga tushdi. Onasining o'limidan so'ng aktyor og'ir tushkunlikka tushib qoldi. U bor yo'g'ini qimmatbaho tobut sotib olishga sarfladi. Onasini bir o'zi ko'mdi. Volidasining qabri boshida 3 kun qolib ketdi. Keyin esa qaytib kelgach, uyga qamalib, faqat aroq ichdi. 2 oy o'tgach, aktyorning ichkilik va pullari tugadi. U spirt ichadigan bo'ldi. Ichkilikka mukkasidan berilgani bois yangi filmlarda ko'rinmay qoldi. Aktyorni umrining oxirgi yillari yanada ayanchli kechgan. Vafotidan 3 yil avval 2 bolali ayolga uylangan. Biroq tirikchilik uchun hech vaqolari yo'q edi. Smirnovni allaqachon teatrdan bo'shatishgan. Kinoga ham taklif qilishmas, uni yana ichkilikka berilishdan cho'chiradilar. Oqibatda aktyor uydagi televizor va boshqa anjomlarni sotib yana icha boshladi. Xotini ketib qoldi. Buning ustiga aktyorga yana bir qancha kasalliklar yopirilib keldi. Aleksey Smirnovni yurak xuruji yiqitdi. O'shanda 1978-yilning oktyabri edi. U shifoxonada 6 oy yotdi. Aktyorning do'sti, kinorejissor Leonid Bekovdan boshqa hech kim yo'qlamadi. 1979-yil 7-may kuni aktyorga uyiga javob berishdi.
Shu munosabat bilan aktyor kasalxonada dasturxon yozdi va shifokorlar davrasida do'sti Bekov uchun qadah ko'tarishlarini iltimos qildi. Bosh shifokor beixtiyor endi Bekov oramizda yo'q. Bu haqida sizga aytishdan qo'rqqandik deb aytib qo'ydi. Aktyor bu so'zlardan keyin qotib qoldi. So'ng hech nima demadi. Qadahni dasturxonga qo'ydi. Palatasiga yo'l oldi. Kravatga cho'zildi va hayotdan ko'z yumdi. O'shanda Aleksey Smirnov 59 yoshda edi. Aktyorni Leningrad, hozirgi Sankt-Peterburg shahridagi Yujnaya qabristoniga dafn etildi.